Buxorodagi ishlab chiqarish sexida baxtsiz hodisa ro'y berdi. Buning oqibatida esa sex xodimi bo'lgan 4 nafar fuqarolar bevaqt hayotdan ko'z yumdi. Bugun Buxoro viloyatining Kogon tumanidagi ishlab chiqarish sexida chaqnash ro'y berib, oqibatda yong'in kelib chiqqan. Buxoro viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasining 7 ta qutqaruv bo'linmalari tomonidan yong'in soat 10:27 da to'liq o'chirilgan. Ishlab chiqarish sexida chaqnash ro'y bergan vaqt omborda 30 nafar ishchi bo'lgan. Ulardan 4 nafari shifoxonaga yotqizilgan, 2 nafariga tibbiy yordam ko'rsatilib, uyiga ruxsat berilgan. 4 kishi esa olgan jarohatlari sababli vafot etgan. Hozirda ushbu holat sabablarini o'rganish bo'yicha maxsus komissiya tuzilgan. Ushbu komissiyaga jabrlanganlarga zarur yordam ko'rsatish, portlash oqibatlarini bartaraf qilish, ushbu baxtsiz hodisaning kelib chiqish sabablarini aniqlash hamda kelgusida shu kabi noxush holatlarning oldini olish choralarini ko'rish vazifasi yuklatilgan. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi o'zining rasmiy Telegram kanalida ma'lum qildi. Hozirda yong'in sodir bo'lgan hudud to'liq nazoratga olinib, uning oqibatlarini bartaraf etish ishlari amalga oshirilmoqda. Biz dasturimizning keyingi sonlarida mazkur voqea haqida batafsilroq ma'lumot berishga harakat qilamiz.